Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Iltimos videomizni o'tirib bermanglar. Endi bu akamizning ahvolidan qaranglar. 5 yildan mana saraton bo'yicha kurashib o'tganlar. 5 yildan mana ko'rishingiz mumkin. Bu meni qog'ozlaringlar. Agar ishonmasangiz o'zingiz kelib ko'rishingiz mumkin. Hozir buncha ko'rinmaydir ichida. Akamiz 5 yildan mana saraton bo'yicha kurashib o'tganlar. Hindistondan dum sulushni ketishlari kerak ekan. Hozir akamizni saratoni hozir boshqa joyga o'tibdi. Shu 5-marta operatsiyangiz aka. 6-chi bo'ladi endi bu. 6-chi. Akamiz yuzini qaranglar, ahamiyat beringlar. Bilan suyanki olingan ekan. Shu saraton bo'lgani hisobidan saraton bojani operatsiya qilib olib turibdi ekanlar. Xudo xolasa Hindistondan professor kelibdi, ko'ribdi. Professorning o'zining yozuvlari ham bayna zaявлениялari bor. Xudo xolasa Hindistonga srochni ketish kerak ekan. Srochning borish kerak. Akamizning ahvollari og'irlashmasdan burun qo'ldan kelgancha srochning yordam berish ekan. Akamizga aytibdilar где-то bir $18,000. 18,000 shundaymi? $18,000 ketar ekan nasibasi. Aka nima bo'ldi? O'zingizdan bir aytib bersangiz, o'zingiz adingizni aytib bering. Men adım Qaddes. Tamam. Şu 5 yıl oldu yine saraton bilan kurashga yotibman. 5 marta operatsiya bo'ldim. Tamam. Endi qo'lim og'riq yopishdi, dishimni og'riq yopishdi. Vaqt o'taverdi, davolanib ko'rdim, o'qillar ta'sir etmadi. Keyin MRTga tushirdilar. Tamam. Tushirsa shu o'ng yelkamda o'sma paydo bo'lgan chish bo'ldi-da, chish ekan deb bordim. Ko'rsam shundan ko'rsatib ko'p. Aytavering. O'zim dishimdan sentyabrdan bana dishimni og'riqi sira to'xtamaydi. Stomak qatnadim stomatologiya dish doktoruna. To'xtamadi undan og'riq. Keyin MRTga tushib ko'rsam bundan o'sma chiqdi. Birdan bor ekan. Bu sağlam yan tarafımızı bir yanımda bor dish. Shu yanımda yedim. Sizni birinchi guruh nogirani bo'libsiz. Xudo xolasa endi nogirani birinchi guruh nogiralik bo'libdi. Akamizni go'sht tursa qiynalib turibdi, zo'rda o'tiribdilar. Iloji bo'lsa qo'ldan kelsa yordam beringlar. Biza Yangiariq Qizil askardamiz. Yangiariq Qizil askar deb aytiladi bir. Yangiariq Qizil askardagilarni ko'rishingiz mumkin. O'yindagilar hattoki molini ham, qolini ham hamma narsani sotib o'zi tayyorlanib turibdi ekanlar. Shu gitmaga pul yetmaydiribdi ekan. Qo'ldan kelsa yordam berib beringlar, iltimos. Bizani videolarimizni tarqatib bersa, o'zingiz ham qilsangiz qo'shinglar. Eksonni savobi ekson bo'ladi, xudo xolasa. Qiyomatda savol javoblaringiz oson bo'ladi. Shu eksonatsiyangiz nasibasi ustingizda soyabon bo'ladi. Nasibasi qo'ldan kelsa Alloh yo'lida yordam beringlar, iltimos yapkamizga. Yurtdo'stlar, yaningizdagilar qani desangizlar, ular kelolmay qoldi, mavzu srochni kelishdi. Srochni keldim. Shuning uchun iltimos qo'ldan kelsa o'zingiz yordam beringlar, Alloh yo'lida. Akamizning yurtdo'stlar ahvolini, yana hamma dokumentlari bor, yana yurtdo'stlar. Biz bir papka bo'libdi bu. Hindistonga ketish uchun hamma dokumentlari tayyor o'zi. Pul yig'ilsa bo'ldi ekan. Mana shu pul yig'ilsa Hindistonda davolanamiz. Bir de noto'g'ri tashxis qo'yibdilar siz. Shuningdeklar. Shuningmi, noto'g'ri tashxis qo'yilgan hisobini akamiz shu vaqtgacha kurashib yurgan ekan, bilmayman. Shuning uchun qo'ldan kelgancha yordam berib foydalashga yetib beringlar. Agar qo'lingizdan kelmasa bir marta like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar, iltimos. Videolarimizni tarqatsa yordam beringlar. Blogerlarga, fermerlarga, boshqa do'konchilarga iltimos qo'ldan kelgancha yordam beringlar bizlarga. Alloh yo'lida videolarimizni ko'p maksimal darajada tarqatinglar. Shu o'z ixtiyorim bilan Navro'z xojani chaqirdim. Iltimos yordam berishingizni so'rayman xalqim. Akamizning dokumentlarini ko'rishingiz, Hindiston yozib berdi, Hindistonga olib borib, ish qog'ozini bersangizlar dedi, xudo xolasa. Bizlarimiz tushunamiz dedi, ishini dedi, bizlar adresimizni olib borib dedi, bemalol shifoxonamizga boravaylar debdi. Iltimos akamizga qo'lingizdan kelgancha yordamingizni ayamanglar. Akamiz yine dert bilan kurashib turibdilar. 5 yildan bana уже 6-cı operatsiyasi bo'lishi kerak ekan. Noto'g'ri tashxis tufayli shunday bo'lib turibdi ekan. Alloh rozi bo'lsin. Qo'ldan kelsa yordam beringlar. Yana dokumentlari hamma narsasi bor. Bunda imot qog'ozlari hamma narsasi bilan. Navbo'g'allari, ponni, istoriyalari hammasi ichida turibdi. Qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar. Hamma Alloh rozi bo'lsin. Akamizga dard bilan kurashib turibdilar. Hech kim boshqa olmasin. Yangiariq Qizil askardamiz, yana aytib o'tamiz. Yangiariq Qizil askardamiz. Yangiariq Qizil askar, Xorazm viloyati Yangiariq Qizil askardamiz. Videolarimizni yoqqanimizda like-larni, ayamanglar, podpiskalarni bosib qo'yamiz.